Nega sportchilar kreatin qabul qiladi? O'zi kreatin nima? Kreatin bu S-adenozil metionin va S-adenozil gistidin sikli orqali arginin va glitsinning qo'shilishidan tashkil topgan modda hisoblanadi. Kreatin ko'pincha spontan ravishda kreatinin moddasiga parchalab yuboriladi. Kreatinin moddasi bu organizmda hech qanday reaksiya va sikllarda ishtirok etmaydigan modda bo'lib, buni biz GFR analizida ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu hech qanday siklga kirmaydi. Agarda ortiqcha kreatinin berilsa, glomerulani filtratsiya qilish darajasini aniqlash mumkin. Ikkinchi yo'li bu kreatin kinaza fermenti orqali parchalanish. Kreatin kinaza fermentini ham 3 ta asosiy turlari farqlanadi: MM, BB va MB. MM turi bu muskulda bo'lib, aynan shu kreatin kinaza MM turi orqali sportchilar muskullarida kreatin parchalanadi. Ular parchalanib, kreatin monofosfatni hosil qiladi. Kreatin monofosfat bu organizmning tekin ATF deb faraz qilsak ham bo'ladi. Ya'ni u mitoxondriyasiz sharoitda va kislorodsiz muhitda organizmga ATF beradi va bu ATF juda tez vaqt ichida sintezlanadi. Shuning uchun ham kreatin qabul qilgandan keyin ya'ni mushaklarning o'sishi va ularning energiyasi kuchli va ko'p bo'ladi.